Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. G'o'janiyozning askarlarining qurollari, kiyimlari Sovetning edi. Ular oxiri turpanga yurish qiladi. G'o'janiyoz o'zining 4 polik askarini elib, Maqsud Muhitila bilan 1933-yil 2 oyning oxiri yo'lga chiqib, 3 kundan keyin Xandog'a keladi. Ondan Lükchunga o'rinlashadi. Buni anglagan Turpan, To'qson, Pichan xalqi taraf-tarafdan yetib kelib, qo'shin zo'riydi. Ular Qarshaharga Mahmud Muhitini tez kelgan deb odam avatidi. Bu ishdan xabar topgan Shinsay necha yuz degan oq o'risni ig'ir to'p zambirak bilan qurollantirib akilib, Lükchunga hujum qiladi. 3 kecha kunduz qattiq jang bo'ladi. Dushman to'lim kuchli edi. Oxir G'o'janiyoz shaharni tashlab chekinadi. Dushman shaharga kirib, shahar aholisini dahshatli qiradi. Ko'chalarda qonlar eriq bo'lib oqadi. Maqsud Muhiti, Hamdullah Damulla shu urushda shahid bo'ladi. Hay iset! Ha! Dushman Maqsud Muhitining beshini kesib, Lükchun ostonlarda daraxtga esib sazoy qiladi. G'o'janiyoz ho'nkirab yig'lab, "Hey Maqsud, sen o'lgich men o'lsam bo'lmasmidi?" deydi. "Shimsay degan jallod, ko'rsan texi, kallangni o'z qo'lim bilan kes sazoy qilmasam." G'anining ovozi titradi. Shinsay o'ylarga o't qo'yib, xalqni qirg'in qilib, butun Turpanni qonga bo'yaydi. 3-oyda Urumchiga chiqib ketish oldida Shin Abduxoliq Uyg'ur degan esil shoirni, Po'lat Qori, To'mir Jesa qatorliq 17 odamni Uyg'urlar quyuq o'ltiraqlashgan yangi shaharga opirib, 4 ko'chaning o'ttirisi tirik turg'izib, a'zolarini bir-birlab kesib, ondan xanjar va qilich urib, qiynab o'ltirdi. Shunda qilsam, xalqning yuragi mujilib qo'zg'alan qila olmaydi deb o'ylaydi. Lekin mana endi biz qo'zg'alamiz, qonga qon, jonga jon olmasak o'g'il bo'lamas. 1933-yil 4-oyning 12-kuni Jinshorinning amaldorlaridan Jiangshin, Chen Deli, Zhao Deshu, Jiang Runqing deganlar qo'zg'alib Jinshorinni qo'llatadi. Jin qochadi. Shin o'risa bilan Sharq Shimol armiyasidan foydalanib, yeli shiltib taxtga chiqib oladi. Bu chaqda ko'ngliga qisas o't to'lib tashgan G'o'janiyoz hoji bilan Mahmud Muhiti 1933-yil 4-oyning oxiri Ko'kyar Eg'iz orqali Shimoliy Shinjonga jazo yurishi boshlaydi. Mori Go'chonglarda Shin askarlariga qattiq zarba beradi. Ular toza jazo yurish qilayotganda tuyuqsizda Kuliga, Anshiga qochib ketgan Ma Jungyingning Zakir degan No'g'ay elchisi Ma Jungying Moriga kelyotdi degan xabarni yetkazdi. G'o'janiyoz hoji bunaqa intayin xafa bo'ldi. Boshqalar hayron qilib, uning hozir kuchi zo'r ekan, birlashib kofirlarni qirimiz, sizlar xafa bo'ldingmi deb so'raydi. Hojim gap qilmasdan, u Lomodining niyati yomon deb qo'ydi. Bir necha kundan keyin ular uchrashdi. 23 yoshlik, ko'zlari o'ynab turadigan qonsharliq tungan yigit. "Hojim ata, endi sizlar nayzning dastisi bo'llar. Men uchi bo'lay. Men Morini 2 soatda oldim. Go'chongni 4 soatda olaman. Urumchini 6 soatda olaman. Ondan butun Shinjonni ozod qilaman. 500 ming askar to'plab butun Junguni olaman. Ondan o'rsan yo'qtiman. Chigramni haramga topshiraman" deydi. "Pa, İskandar bo'lay debdi-da bu tungan. Aytaq, qani, u hozir nada?" Har bir odam o'zining hayot xaritasini o'zi sizib chiqadi. Ma Jungyingning hayotining oxirini bilmayman. Ammo G'o'janiyoz bu ulug' zot hayot xaritasini sizib bo'lib biz bilan xo'shlashdi. Biz uning xaritasini tunishtiraylik. Ma Jungying Go'chongga hujum qilganda G'o'janiyoz kelishim bo'yicha Jimsarga hujum qiladi. Jimsardagi Shinsayning askar boshlig'i taslim bo'lib, qurollarini atis topshirdiganligini aytdi. Shu orliqda Ma Jungying kechilab kelib, Jimsardagi taslim bo'lg'uchilarning nurg'un qurollarini yig'ib oladi. G'o'janiyoz Ma Jungyingning inisining Qur'on patisi kelganda qattiq g'azablanib, Jimsardan elib olgan qurollarni qaytirib bergan deydi. Ma Jungying tizimlimidiq, keyin beraylik deb mujmal javob berdi. Shuning bilan G'o'janiyoz Ma Jungyingdan nafratlanib, ayrilish qaror qiladi. Naq shu chaqda Shinsayning elchilari keladi. Uning biri Shinsayning Fugvani Akbar, yana biri Mahmud G'o'ja degan o'zbek edi. Akbar degani Shinsayning birlashish talabini o'ttirib qo'ydi. Mahmud G'o'ja Urumchidagi Sovet konsulxonasidan chiqqanligini aytib,
Majungyindan ayrılıp Shingsay bilan birlashganinglar yaxshi. Majungyin Yapon jahongirligining quyruqi. U xatarlik. Shing bilan birlashmasangiz yordam to'xtaydi. Biz Shingga yordam beramiz deydi. Xo'janiyaz amalsiz ma'qul bo'ladi. Bir necha kundan keyin Shingsayning 10 necha nafar kelishim qilguvchi vakili keladi. Ularning ichida Sovet konsulxonasining bir odam bor edi. Shunda qilib 1933-yili 5-oyning oxiri kelishim imzolanadi. Kelishim bo'yicha Xo'janiyaz Barko'ldan tortib, Qumul, Turpan, To'qsun pichallarni qo'shib, Janubiy Shinjongni boshqaradigan Shingsay Shimoliy Shinjongni boshqaradigan bo'ladi. Xo'janiyaz hojiga Janubiy Shinjongni qo'g'dug'uchi bosh qo'mondon degan nom beriladi. Mahmud Muhiti bo'lsa brigada qo'mondonligidan 6-diviziyaning qo'mondoni bo'lib ko'tariladi. Xo'janiyazga Shingsay yana 10 ming tal miltiq, o'q-to'ra, 10 ming dona ot, egar jabduq beradi. 1933-yili 6-oyning 5-ida Xo'janiyaz hoji Mahmud Sijanglar askarlarini boshlab, Gochong davini orqali Janubiy Shinjongga yurib ketdi. Dastlab Arg'ubuloq eg'izini oldingi saf qilib, o'zlarini qarasharga urilishdi. "Pa, Majungyin degan tungancho." O Zinchuanze degan yerda Shingsay bilan urushib yengilib, Gochong Morilarni tashlab qochib, Turpanga tushib ketdi. U bu mag'lubiyatini Xo'janiyaz hojidan ko'rib, hoji otidan Jitamadiga biraqli ko'chidi. Janubiy Shinjong urush o'tiga aylandi. Birinchi bo'lib Beliqi Mashimeng degan tungan Xo'janiyazga qarshi so'qish qildi. Hushaqtal urushida Mashimeng mag'lub bo'lib Turpanga qochdi. Majungyin Xo'janiyazning Janubiy Shinjongga o'tganiga Shing bilan kelishim qilgani qattiq g'azablanib, uni yo'qotish uchun askar avatdi. Bu urush Arg'ubuloqdan toki Yakangacha 1 yildan ortiq davom qildi. Qarishar, Ko'rla, Bugur, Kucha, Aqsularda qattiq so'qishlar bo'ldi. Xo'janiyaz so'qish qilib chekinaverdi. Oxir Aqsuga kelib to'xtaydi. Aqsuda Xo'janiyazga Bay Shijang degan kishi askarlar bilan qo'shiladi. Lekin ularning qurol o'q-to'rilari tugashga oz qolgan. Har bir askarda bir taldan miltiq, 10 taldan o'q qolgan edi. Xo'janiyaz oxir Sovet ittifoqidan yordam olish uchun Mosul muhiti Hamdul Vojidlarni Qashqarga Sovet konsulxonasiga avatdi. Sovet taraf 1000 tal miltiq, 12 dona pulemyot, bir qancha sanduq o'q, granat, tapancha, durbullarni berdi. Abdurahim ismli bolshevik o'zi billa kelib bu qurollarni topshirib berib, askarlarni ruhlantirdi. Xo'janiyazni xo'sh qilib etdi. Sovetning kuchi degan hojimni o'ri qilgan. Shundoq desakmi bo'ladi? U kishi shu yo'lni tanlagan. Boshqa yo'l tanlashga imkon yo'q edi. Sovet ittifoqiga yo'lnish uning mavjud bo'lib turishining asosi edi. Shingsaymi shundoq edi. Ularning tanlash huquqi qolmagan, bo'ysunish huquqini qolgan edi. Ularni Majungyin shuningga majbur qilgan edi. Xo'janiyaz va Mahmud Muhitla qor yo'lg'on degan yerda qattiq urush qiladi. Bu urushda Bay Shijang qurbon bo'ldi. Xo'janiyaz Qashqar yakanlarini o'z qo'li tutib turish uchun 1933-yili 12-oyda butun zapas qurollarni yuzlagan to'gilarga ortib, Shturpan Qaqshal yo'li bilan Qashqarga qarab mangadi. Tez yurgachga bir qo'nibla otishga keldi. Bu joyda Qashqarda Sobit Damulla qurgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bor edi. "Pa, qoltiskan-ku, ha, Sobit Damulla degan ha?" Biroq u jumhuriyatni Sovet ittifoqi xohlamaydi. Shuning uchun Xo'janiyaz hojim bu jumhuriyatning prezidenti bo'lishni rad qildi. Sobit Damulla Xo'janiyazning oldiga otishga keldi. Xo'janiyaz nimani bo'lmasin oxir Qashqarga boradi. Lekin uzun o'tmayla Mahmud Sijangni askarlari bilan elib, Yeng shaharga qo'g'lab kelgan tunganlar bilan urushga chiqib ketdi. Bu urush 17 kun davom qildi. Sobit Damulla mingdan-jiq askar turib, bir askarni urushga solmaydi. "Pa, Sobit Damullaning askari chiqqan-a? Uni kim yo'lagan Nuri?" Uni Angliya konsuli, Turkiyaning Afg'onistondagi konsuli yo'lagan. Bu chaqda Qashqar rayonida bir necha harbiy kuch bor edi. Asosligi 90lik Harvekash Temir Eli 1932-yilning oxiri, 1933-yilning 5-ida Kuchaliq Hamdabbek hoji bilan birlashib, Kucha dehqonlar qo'zg'olonini qo'zg'ab, Xo'janiyaz hojilarning Qumul qo'zg'oloniga moslashib, Kucha Aqsularni elib Qashqarga kelib to'xtagan. Uning g'ayriqi Mahmud Sijang bilan Qarsharga o'rinlashgan Mashimengning Cho'laqsiling degan odami 100dak askar bilan qo'shilgan. Ummo Qashqarga kelgan. Mazixoy degani shu.
Tömür eli Qashqarda Mazilxoy Yengşarda turatdi. Shu chaqda Sovet ittifoqidan qochib kelgan Qirg'iz, O'zbek, Tojiklardan Osman Eli, O'raz, Janibek Qozi, Xolg'o'ja, Hodi, Hayit Muborak, Yusufjon, Qurbeshi, Setivoldijon deganlar Jungo zeminiga kirib elib bosmachilik qilib yuratdi. Ular Qashqardagi Angliya konsuldan boshpanohlik izlaydi. Ulardan boshqa Sobit Damulla dinni o'qishni yaxshi o'qigan otishliq dindor edi. Bu odam Misr, Turkiya, Arabistonlarda ziyorat yurganda Qumul dehqonlar qo'zg'onini anglagan bo'lg'ashqa darhol Xotanga qaytib kelib, bir tarafda mudarrislik qilg'ash, bir tarafdan qo'zg'olonga tayyorlik qilgan. Muhammad Ibn Bug'ra shu kunlarda Nur Ahmad, Abdullah Maxdum, Muhammad Niyoz Alam va To'qsulluq, Abdul Xabir Hoji deganlar bilan birlashib qo'zg'olon ko'tarib, Xotanni darhol ishg'ol qilgan. Kon hukumatni og'dirib, dinniy ulamolar hokimiyat egallagan. Uzun o'tmaylar Sobit Damulla, Janibek Qozi, Shoh Mansurlar Qashqariga kelgan. Shoh Mansurning To'mir degan bir harbikash, u bekor qilib paloqlab yurdi. Qo'lidan cho'ng ish kelmaydi degan gapi To'mir eliga yetgan. Shuna bilan To'mir eli g'azablanib, Xotanliklarni qurolsizlantirib, boshliqlarini nazarband qilib etgan. To'mir eli Yakanni ozod qilish uchun Hofiz Luyjongni, Osman eli O'raz Tuanjongni avatgan. Yakan urushmayli taslim bo'lgan. Lekin O'raz Tuanjong taslim bo'lib Qashqarga kelayotgan Yakan amaldorlarini bulab qirg'in qilgan. Yakan amaldorlari Yengshardagi Mazilxoyning himoyasiga o'zini otgan. Qashqarda To'mir eli, Osman eli, Mazilxoylar bir-biriga qarshi 3 harbiy kuch bo'lib shakllangan. Ular bir-biridan ustunlik talashgan. To'mir eli Mazilxoydan tamg'i tartib olganda, bu harbikashni o'zlarining boshliq hisoblab yurgan Tungallar buni qattiq qara olgan. Osman eli o'zini Qashqarning ozod qilguvchisi hisoblab To'mirni yaratmagan va ochiqlab taqqa qarab mangan. To'mir uni qo'g'lab yo'qotishga Mazilxoyni buyurgan. Mazilxoy Ostirdan Osman bilan birlashib olgan. To'mir Mazilxoyning askarlarini kuzatgili berib, qaytish yo'lda Mazilxoyning askarlarini to'xtatib, vaqtida kelishmadigan deb tanqid qilgan. Shu yerda Tungallar To'mir elini aytib atgan. Qashqarni kim fath qilgan degan talashning oxiri To'mir elining o'lim bilan oxirlashgan. Qashqar Mazilxoyning qo'lida qolgan. Xalq chidamay Osman eliga odam avatgan. Osman eli so'qish qilib Mazilxoyni qo'g'lab chiqargan. Osman eli Qashqarni 2 qatim fath qilgan. G'ozi Osman Pasha degan unvonga ega bo'lgan. O'zbek, Uyg'ur harbiy boshliqlari Osmanning bosh qo'mondan bo'lishini e'tirof qilgan. Ha, buni Uyg'urlar Uyg'urni o'ldirib, Qirg'izni ko'targan degana, To'mir eliga vobal bo'pti. Uning odamlari Qirg'izga bo'ysunibdimi? Ha, shundoq. Mana shu chaqda Sobit Damulla nazarbandda bo'shaydi. U musulmonlar bir-birimizni qirmayli. Meni so'lg'an To'mir eli musulmon. Uni o'ldirgan Tungallar musulmon. Tunganni qo'g'lab atgan Qirg'iz musulmon. Biz nimishqa bir bo'lib, shin degan dinsiz qarashtirmaymiz deydi. To'g'ri, qanday gap. Sobit Damullaning gapi boshqalarga yarab ketdi. Uni Osman eli, Yusufjon Qurbeshi, Setivoldijon degan Sovet ittifoqiga qarshi harbiy boshliqlar himoya qiladi. Shu kunlarda Osman elini o'zi Qirg'iz katavashlari gunoh tepib jazolab, Yakanga Hodi bilan birga qo'shib polib etib, O'raz deganni tiklab oladi. Sobit Damulla mush 3 kuchning yordami va o'zbek baylar, Uyg'ur dindorlar, cho'ng savdogarlarning qo'llashi bilan 1933-yil 11-oyning 12-kuni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini jakarlaydi va Xo'janiyaz hojini prezidentlik taklif qilib, otishga oldiga keladi. Xo'janiyaz hoji ifoda bildirmaydi. Sababi Sovet ittifoqining fikri bo'lmay turib, u gap qila olmaydi-da. Amaliyotda bu hukumatning amaldorlarining to'lisi Sovet ittifoqiga qarshi o'zbek, Qirg'iz banditlari va yerlik dindorlar ekanligini Xo'janiyaz beradi. Xo'janiyaz hoji 1934-yil 1-oyning o'ttirlarida Qashqarga kelib, Ruziyat namozini o'taydi. Xalq uning duo qilib, yig'lab turib amonlik tilaydi. Lekin u tezda Mamud Sijan boshliq asosli harbiy kuchni Qo'g'liq tarafga mang'uzib etib, o'zi Sovet ittifoqiga bergan 80 ming qo'yning o'rniga qurol elish qo'yda yuzdak odam bilan otish orqali Og'u, Tugirmati tarafga ketdi. Bu chaqda Majongning Urumchiga kelib, 20 mingdan ko'p askar bilan hujum qilib, 33 kun Urumchini qo'rshib olgan.
Keyin Sovet armiyasining tanka, zambaraklar bilan qilgan hujumiga bardoshlik bera olmay, mag'lub bo'lib, Qashqarga yurish qilgan mezgil edi. Majonyinning ismini anglagan Sobit Damulla, Yusufjon, O'razla shaharni tashlab qochadi. Majunyin Qashqarga kiradi. Shu chaqda Yusufjon Qurbeshi tuyuqsiz hujum qilib, Majonyinga og'ir zarba beradi. Majunyin g'aljirilishib Qashqarni 2 qatim qirg'in qiladi. Bulab-talab qonga bo'yaydi. U yana Xo'janiyozni qo'g'lab tor degan yerga etishadi. Nurg'un yezlarni o't qo'yib ko'ydirib odamlarni o'ltiradi. Xo'janiyoz hoji 77 odam bilan Ulug'chatga qochib boradi. Sovet ittifoqidan qolgan Qur'onni elib olishga chegara qorovulining boshlig'i Ihsoqbeydan yordam so'raydi. G'alati ish. Muallimning deyishicha, Xo'janiyoz hoji shu yerda turgan chog'ida Sovet ittifoqi hukumatı Ihsoqbey Otishbeklar orqali Xo'janiyoz hojini tutishni planlagan ekan. Bu balki Xo'janiyoz Sobit Damullaning hukumatiga boshliq bo'lishni qabul qildi degan gumon bilan bo'lgan ish bo'lsa kerak. Lekin Ihsoqbek otishlar bu ishni Chipoq qozining uyida mehmondorchilik ustida ijro qilmoqchi bo'lganda, Chipoq qozi qarshi chiqib, din uchun jafo chekayotgan inqilobchini hargizmi tutib bermayman deb qo'g'dab qolgan. Xo'janiyoz Ulug'chatda turayotganda Sovet konsuli bir tatar odamni avatib Xo'janiyoz hojiga Sobit Damulla, Zirib Qariyaji, Janibek qozi, Sultonjon boshliq 13 odamni qo'lga olishni buyurib, Shinsayning yozgan xatini Xo'janiyozga topshirgan. Xo'janiyoz hoji Erkashtamda bir necha kun turgandimi, Sovet odamlari Sobit Damullani Angliyaning jasusi, Turkiyaning Afg'oniston konsulidan qurol olgan deb nurg'un qatim ayblagan. Oxir Ihsoqbek Chipoq qozilar Xo'janiyoz hojini tog' yo'li Bo'stonterak degan yer bilan Yengsarning bir kantiga opirib o'rinlashtirib qo'ydi. Xo'janiyoz hoji shu yerdan Sobit Damullani tutishga odam avatidi. Osman elini qo'yib berish to'g'risida xat yozdi. Bu chaqlar Majunyin qismlari Shoh Mansur va Amir sohiblar bilan qattiq urushdi. Shoh Mansur bilan Amir sohib o'ldi. Askarlari qirilib tugaydi. Sapli Uyg'urlar, ha? Xotanda bosh qo'mondan bo'lib turayotgan Muhammad Emin Bug'ra 2 inisi vafot bo'lib, askari mag'lub bo'lgandan keyin Hindistonga qaytib ketdi. Xo'janiyozning polik boshlig'i Abdug'ubur Yakanda Sobit Damullalarni qo'lga oldi. Sobit Damullaning Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati 60 kun umr ko'rib, Kashko'zdagi Mamukab ko'ldak to'zib ketdi. Xo'janiyoz bilan Mamut Sejonglar Yakan daryosini bo'ylab Taklimakon ichidagi tabiiy to'g'roqlik bilan Oqsuv qaytmoqchi bo'ladi. Bunanlab Majunyin qismlari kechalab tuyuqsiz hujum qiladi. Xo'janiyoz tasdiq qiladi, janidan ayrilg'ili. U atis askarlarini yig'ib Oqsuv yo'lga chiqadi. 1934-yil 4-oyda tayyorlik qilib Oqsuvdan Majunyinni jazolig'ili Maralbeshiga borganda, Angliya konsuli Qashqardagi Sovet konsuliga xalqaro qoidani buzib askar chiqardinglar deb norozilik xat topshirdi. Rus askarlari rost kirgan ekan. Shunda ular Xo'janiyozning askarlariga qo'shilib olgan ekan. Majunyinning askarlarini qirib yetadigan chaq kapti ekan. Hattingay ingliz degan qandoq hech qiz u. G'ani g'azab bilan barqiradi. Ha, qani so'zda, ajab jiq biladi ekansan, ha? Majunyin Qashqarni egallaydi, lekin u Maxosan degan yezinsi va boshqa boshliqlar bilan sanpandi ishib qoladi. U Sovetning ruxsatini elib 200 dak askari bilan 28 tugiga oltin kumush ortib, Sovet qurol setib olaman deb ketdi-da, izdiraksiz yo'qoladi. Maxosan Poskamning dersini egallaydi. Mahmud Sejong Qashqarni egallaydi. Osman elining odamlari Afg'oniston qochib ketgachga Mahmud Sejongdan panoh tilab Qashqarga kelishiga Mahmud Sejong uni Shinsayga tutib berdi. Nemishqa? U Xo'janiyozga yaqin ekan-ku. 1934-yili 1-oyda Xo'janiyoz uni qabul qilib maqtagan bilan Sovet ittifoqining dushmanini u qo'g'dimaydi-da. Osman eli texi bulturli Sobit Damulla bilan turmida bor ekan. To'xtibek, Muhammad Solih qoziga o'xshash 5 kishimi billikan deb angladim. Xo'janiyoz hoji ularni tutib berib, o'zi saqqal oladimi? Unimi tutdi-ku oxir. Shundaq. Sheyxda sabta uni Janubiy Shinjongni qo'g'dig'ichi qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni qilib bekitgan bilan oyog'i undaq bo'lmadi. Chunki Shinsay Urumchidagi Char Rossiya askarlarining boshliqlarini o'ziga hokimiyat elib bergan. Shuncha yantayoq bo'lg'ini qaramay o'ltirdi. Uning askarlarini tarqitib etmasmi? Alayliq Yusufjon Setvaldijon polki Oqsuvga yo'tkilib safarga chiqqanda Sovet aeroplanlari ularga to'yuqsiz hujum qildi.
Yusufjon makitga qechib ketdi. O'zbek ishon Yusufjonning mol mulkini qasdlab uni o'ldiribdi. Qolganlari tarmar bo'ldi. Endi qolgani Maxosan bilan Mahmud Muhitning askarlari xolos. Qo'jiniyaz hoji garnizon qo'mondoni nomi bilan Aqso'da bir mezgil turdi. Shinsay Qashqarda turayotgan Mahmud Sijan qismiga Liu Bing degan nomni qilib, Mahmud Muhit muavinlik tushirib, qo'shimcha 6-diviziyaning boshlig'i qilib qo'ydi. Shinsay Qo'jiniyaz hojini aldab yo'qotish uchun markaziy hukumatga tasdiqlatmayla o'lkaga muavin rais deb hojiga uqtirdi va Urumchiga taklif qildi. Qo'jiniyaz Urumchiga berish qo'nimaydi. Sovet konsuli Aprisov Atayin Aqso'ga kelib Qo'jiniyaz hojiga nasihat qilib, Uyg'urcha, Xanzucha, Ruscha to'xtamnoma, kapolatnoma yozdi. Uni Urumchiga berishga qattiq da'vat qilib, hayotiga kepillik berdi. Mahmud Sijan bu ishni qat'iy rad qildi. Ham Qo'jiniyaz hojiga Temir xalifa fojiasini misol qilib ko'rsatdi. Lekin Qo'jiniyaz hoji oxir 1934-yili 8-oyda Urumchiga keldi. Shinsay uni xotirjam qilish uchun uning yanida Azamxon To'ra, Qosim apandi, Abdukerimxon Mahsum, Ahmolla qatorliq muhim odamlarni birga ishlashga qo'ydi. Qo'jiniyaz hoji Shanxay inqilobidan tortib birmi Uyg'urni hokimiyat beshiga o'rnatmagan yang jin hukumatlarini belatdi. Shinsay ularga o'xshamaydi. Tunji bo'lib o'lkaga Uyg'urdan muavin rais qo'ydi. Nozirlar, mushovirlar, do'taylardan Uyg'urlar ko'p bo'ldi. Hammaning o'rinda Sovet ittifoqidan kelgan maslahatchilar, xodimlar bor edi. Buni ko'rib u xotirjam bo'ldi. Lekin u barbara o'zining nomba, huquqi yo'q quruq joz ekanligini bilib, Urumchiga kelganiga pushaymon qildi. U kunlarni sirtqa chiqib ovchilik qilish, shaxmat o'ynash, ancha-muncha savdo-sotiq qilish bilan o'tkazdi. Shinsay Mahmud Sijandan xotirjam bo'la olmay, uni Urumchiga kelishga taklif qilib, qayta-qayta telegramma yo'lladi. Lekin u kelmadi. 1937-yili 4-oyning 2-kuni u harbiy huquqini Abduniyazga topshirib berib, chet elga chiqib ketdi. U to'limi sezgir odam ekan-da. Shinsay Maxosan qismlarini tozalashga tutish qilganda Abduniyaz bilan Maxosan birikib, Shinsayga qarshi hujum qildi. Qashqar, Aqso kuchalarda qattiq so'qishlar bo'ldi. Shinsay mag'lub bo'ldi. U oxir Sovetga yolvordi. Sovet kuchlik askar kirgizib, bu isyonchilarni oxir bostirdi. Shinsay shu yili, ya'ni 1937-yili 10-oyning 12-kuni Urumchida Qo'jiniyaz hojini qo'lga oldi. Jiangxin, Mashavu, Manchukchap o'xshash har xil millatdan 800 dan ortiq odamni bir aql tutqun qildi. Qo'jiniyaz hojini Shinsay yig'in deb chaqirib, 30 dak askarni qurolsizlantirib qo'lga oldi. Uni xoin dedi. Butun hayotini xalqning ustidagi jabr zulmni yo'qotishga bag'ishlagan. Xalqqa kunning seriqini ko'rsatishni maqsad qilgan qaysar odam kimga xoinlik qilishi mumkin? Uning hayot yo'li, umr xaritasi mana mushundoq. U vijdoniga, xalqiga, hatto beshini silgan Sovet hukumatiga xoinlik qilmadi. Bizning xalq uchun jinni otagan yuzlagan minglagan fidoilarimiz zolimlarning, jallodlarning oyoq ostida mana mushundoq chaylandi. Qo'jiniyaz hoji turmada 1 yil yotdi. Kasal bo'lib ketdi. Konsul Aprisov uni qutuldira olmadi. Moskvadan kelgan so'roqchilar uni sotlab, yapon jasusi deb e'lon qildi. Hashim hoji degan jallod odamlar bilan Qo'jiniyaz hoji boshliq 108 odamni sirtmoq silib o'ldirdi. Uning jinoyat faktini o'ydirganmi, so'roq qilganmi, darg'asqanmi o'z odamlarimiz. Bizning odamlarimizning qo'lidan birli ish keladi. U bo'lsin o'zini setish, o'ldirish. G'ani michildab yig'ladi. Uning yalang'och badanidagi uyul muskullari go'yo o'q tekkandek silkinatdi. Qisos olaman. Shang deganning kollasini o'z qo'lim bilan olaman. Tog' havosi ajoyib. Havoda birdala chaqmoq chiqildi. Havo guldurlab sharqirab yomg'ir quyibdi. Anglavatqaninglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Milq shahri Qosh daryosining shimoliy qirg'og'iga joylashgan to'limi go'zal, yaqinlik, ko'ngilli shahar. Bo'libmi yoz oylarining asov otdek bang'ash daryoning kuylari kuchayib, na'nalardagi shirin uyqularni qochiradi.
bök o'rmonlar qiyinlarning oppoq qo'llari pasil shatliqida mag'rurlanib, yalt-yult qilib yiroqdan ko'zni chaqadi. Sharqdan g'arbga so'zilgan cho'ng ko'cha va daryo bo'yiga sasliqni orlab ketgan chig'iri yo'llarda xilma-xil kiyingan Uyg'urlar, Qozoqlar, Tatarlar, Turklar, Mo'ng'ullar, Ruslar va surlik cheriklar o'zlarini yurt g'ururi bilan mag'rur tutib gidib mangadi. Ko'ni bozor, Turk mahalla, Sar mahalla va daryo bo'yidagi shoir Lutfulla Mutallib mahallasi bo'lgan Chig'liq mahalla, Dörbilcin mahallalari hammaga tonish. Chunki bu yerdan mardlar chiqqanda. Mana 3 otliq manzillari qimiz go'shtdan qizargan, ko'zlari to'limi nurli g'ini, Nuri va Abdonbaylar shaharning g'arbidagi Azgal, Saydin otlarini o'ynaqlatib chiqib kelishdi. Yo'g'on ko'zlari poltib, hozirla chashrab chiqib ketadiganday qilib turadigan, yuzi kang, mangzidun, oq seriq gavdalik odam g'ini o'zidek yo'g'on ol otga mingan. U ot ustidan xuddi kresloda o'ltirgandek rohatlanib o'ltirmoqda. Dumbisidagi miltiqining ustovli chuvchilik oq qirg'iz qalpiqining uchidek g'ilpal ko'rinib turadi. U qing'ir yoqliq ko'k ko'ngligining yoqsini echib atgan. U yenidagi jiran g'ononga mingan Nuriga: "Mashada apandichilik qil Nuri. Hayt desak Akbar bilan Fatih tayyor. Sana paşımız yan salalmaydı. Heylaqa Haydar degan heji qizni o'zim jazolayman." dedi va o'zichila: "Pah, sanab baqsam Xo'janiyaz, Nizarxon Xo'ja, Turdaxunbay, Maqsud Muhiti, yana Tömür eli, Osman eli, Sobit Damulla, Shoh Mansur. Biz xalqdan 21 azimat shingning qo'lida o'libdi. Ularning qisosini olamiz deydiganmiz. O'g'il boladan qanchisi bor, ha? Oqshom anglading-ku. Isbosning kollasini tog'da qarag'ayga osgan ekan. O'g'li Akbar qisos olaman deb ulaşsaydi chep yurginni. 1 ga 10, 10 ga 100 ning kollasini olish kerak. Mana men shundoq qilaman." Ular oqshom Olaston yezisiga tog'dan tushib, Akbar Boturning uyida qo'ndi. Qora burut, zilla yigit Akbar dadasi isbosimga agishib, 12 yoshidan boshlab qo'li qurol elib, ovchilik, o'g'irlik qilib dan qozongan. Şam hükümeti nurgun qaytam ularning piyini qirqishga odam qo'ydi. Ular nurgun etishdi. 10 yil, 20 yil degan Olastayning tog'g'ulidan tushadigan sho'x suydek tez o'tib ketdi. Dada Mo'ng'ul ashnasi bilan ko'ngil echiyotganda uyi bilan ko'ydirilib o'ldirildi. O'g'li Akbar hozir tog' yo'llisiga aylandi. Uning yuragi qop, ko'zi burgut. Ko'zi yetganga uning o'qi yetadi. Ko'ngliga pukkanga oyig'i tayyor. U qo'rqish, ikkilmish deganlarni allaqachon unutib bo'lgan. U boylarining uyur yeliqlari, qo'ru qo'ylarini haydab kelib, namrat molchilarga bo'lib berib etdi. Yoki Milk Nahiya yerlik mahsulotlar shirkatining muavin direktori Fatih Muslimov degan ko'tmak burut 30 necha yoshlik No'g'ayga o'tkazadi-da, qo'rg'as chegarasiga opirib, o'ris mollariga tegishib akalgan gazmonlarini kambag'allarga tarqitib beradi. Shuning uchun u xalq suydigan yigit. Shuna uning uyidan mehmon uzilmaydi. Ikki xotini kun bo'yi mehmon kutadi. U dombara chirtib o'lan aytadi. U Seriqmayga terix milab yeyishni qancha yaxshi ko'rsa, o'lanni shunchalik yaxshi ko'radi. Shuna G'animo uning bilan yaqin do'st. Ular oqshom sheriklashib, o'g'irlab bulab kelgan 200 otni chigirdan o'tkazib qurolga almashtirish to'g'risida Fatih bilan maslahatlashishni qaror qildi. Bu ishni G'ani o'z ustiga olgan edi. Nuri go'sht yeb to'yinib, yenichi yetib ularning gapini anglagan edi. Bayqi G'anining qisos olaman degan so'zlari oqshomgi suhbatning oxiri edi. Mana ular Dörbilcin mahallasidagi ko'k sirlangan cho'ng darvozaning oldida otdan tushib, otlarini mum yog'ochlarga qon turishdida o'yliq qarab minishdi. Darvozasi janubga qaragan bu qo'runing ho'ylasi to'limi kang. Janubiy sasliq, nerisi daryo edi. Tog' teriki, qarag'ay, archilar bu ho'yliga alohida husn qo'shgan. Lapas cho'ng 2 qavat edi. 2-chi qavat tera, yung va mungizlar bilan to'lgan.
sasliqdan tugila o'tlashib yuratdi. Assalomu alaykum G'anika. 20 yoshdan salla oshgan bir yigit taqtay pallampaydan yugurib tushdi. U yeshil ko'nglik, qarishdan kiygan, yalang'och, to'limi chaqqan ko'zlari o'ynab turadigan yigit edi. Salom Hamid, dedi G'ani uning qo'llarini qisib. Akang yo'qmi? İdarasida G'anika. Men hozirla boshlab kelman. Qani, uyga. Milqining eng katta beyi, hamma yerda gap oqadigan direktori Fatih Muslimov to'g'risida Nuri Rahimjon akasidan anglagan edi. Asiya hadisimi, Sabihamo uning gapini to'liq qilgan edi. Mana peshayvonda chachlari seriq, uzun, mangzi qizil, lavlari oluvchidek zilva bir ayol paydo bo'lib edi. Nurining birdilla butun badani to'nurg'i tushgan, quruq baqaldek darhol o't oldi. Uning oldida Sabihaning cho'ngaytilgan surati turardi. Ha, Gulgina, menga bir qarab kulgina. Pah akal qo'lini. Ering yo'q chaqda bir tutib olay. Dedi G'ani pallampaydan ko'tarilib etib. Bo'la, eliqi qo'ldima degan no'g'ay, nerimga tutishqil. Vodka, podka deganlarim bordi, ha? Nuri Musaboyevlar, Sabir Hojiyevlar va Nezarxon xo'jalarining uylarida ko'rgan kreslo, sim karvat, ustal o'rindiq va tom mash, tom soati, har xil gilamlarni nahiya markazidagi Tatar uyida tugal ko'rdi. Lekin bu narsalar hozir uni ancha qiziqtirmas bo'lib qolgan edi. U birlari hashamat ichidan, birlari jul-jul, och, zerinlik ichidan xushallik topadi ekan. Ularning beradigan lazzatlarining ta'mi o'xshash bo'ladi ekan. Odamlar yashash uchun tirishsalar, dunyoda buncha ko'p norozilik, g'azab, nafrat va ko'z yoshi, qon to'kilish paydo bo'lmagan bo'lar edi. İnsan yavaşlaşıp bir-birining qinni sho'rashga boshlagandan keyin insonlarning orzusi qarshi narsalar ko'payishga boshlagan. Guruh, urug', sinf, millat, davlat deganlarmi insonlar ijod qilgan. Bir-biriga qarshi turadigan ma'naviy qo'ral ekan. İnsanlar bu qorallarni cho'rivatsa, dunyo go'zallik to'lar edi. Uyg'ur, O'rus, Xanzu, Tatar, Qozoq deydigan atalma ko'p xil. Lekin bir-biriga o'xshab ketadigan ruhiy aloyidiliklarla ularni aralashtirib do'st qila oladi ekan. Uyg'ur boylari, Rus boylari, Xanzu yoki Qozoq boylari bilan ularning namratlarining arzu istaklari o'xshab ketadi ekan. Hamma millat, hamma davlat, dunyoning hamma yerida baylarning, namratlarning holiga yetib, yig'sini yig'laydi ekan deb o'yladi. Bayqi Tatar ayol G'ani akasining chaqchaqlariga kulki bilan javob berib, oila xizmatchisini Go'hariya, bo'l, pichoqni ol, supurgini tashla deb ishqi buyrug'ini anglab, Nurining Go'hariya ismli Tatar ayolga to'limi ish chaqirdi. Chunki u yo'g'on ho'ylini shivoq supurgi bilan supurayotgan edi. Mana endi go'sht parchalab, yangi axlashga tutindi. Xuddi Apsirayxon Guldek, yaqini Asiya appaydek. U krisloda choy ichib o'ltirib, Asiya Sabiha to'g'risida o'ylashga boshladi. Sirtda bir g'ingshib tatarcha naqsha aytmoqda. Ey tug'an til, ey motor til, akam-ankamning tili. Dunyoda ko'p narsa bildim, sen tug'ay til orqali. Nuri Abdulla To'qayning bu she'rlarini yodlab olgan. Sabiha bu bir kupletni yaxshi ko'radi. Garmon chelib jirlasa, uning ovozi yaqinlik, zil, hissiyotli chiqadi. Shu garmon, shu naqshlari uning beshiga balo bo'ldi. Fatih keldi, dedi Gulgina uzun ko'ylak kiyib qaytadan yasinib paydo bo'ldi. U bir o'rus bilan birga kelyapti. Fatih Muslimov oq seriq, qansharliq, ko'tmak burut, o'ttirbo'y odam G'ani bilan ikki qo'llab ko'rishdi. Uning bo'yi G'anining mursiga keladi. G'ani surlik, gavdilik, ovozi bo'm odam edi. U uningga "Shundoq chiroyli xotiningni tashlab ketamsan, ey no'g'ay!" deb chaqchaq qilib edi. Gap kusti Fatih. No'g'ay degan o'risdan o'rgangan. Nikolay shundoq chiroyli nemis xotini Yekaterinani tashlab ketgan yerda bizga nima edi? Rasmi Ivan? dedi. Ras aytasin, bu o'g'rima?
O'g'ri, bayqamsang, zinaringni o'g'irlab qochidi. Ular kulishdi. Zina devidi Nuri oldidagi ko'kraklari ayollarnikidek dung, maydisi yung, yo'g'on ko'k ko'zlari o'ynab turadigan Ivan ismli rus yigitiga hasad bilan qiziqib qaradi. Bu orusning bal fermasi qaltis, dedi Fatih Ivanni G'aniga tanishtirib. Çatırtalda bütün bir qo'lni buning harlari egilab bo'ldi. Yiliga 400 ton asal oladi bu orus, usti margan. Chivinning beshini chanlayalaydi. Ular yana kulishdi. Fatih gapdan xushxo'y, kibrlik odam ekan. U Nuriga qarabmi qo'ymadi. Nurining ochiq tutdi. G'ani buni sezib qoldi. Bu yigit Nuri apandim bo'ladi, tanishib qo'y Fatih. Shirimiz o'jitga chiqib qolsa, bu bola Uyg'urlardan chiqqan Stalin bo'la oladi. Pah! dedi Fatih Nuriga mansitmagandek miqqida kulib qarab qo'yib. Stalinni doğrumusun, bunu orusning yeridir deb beray. Biz No'g'ayla Stalin yaşsın deb vaqirmaymiz. Nemish qadamsana? U 14 millatga respublika qurib berdi. Birli Tatarga yo'q. Biz Ruslarni 40 yil so'ragan xalq. Qozon bizning poytaxtimiz bo'lgan. Qrim bizning edi. Tatarlarni Bikardilla Sibirga aydidi. Qozog'istonga qo'g'ladi. Dunyoning hamma yeriga tarixdek tortib etdi. Lekin biz hozirmi Uyg'urlarni madaniyatli qilish uchun tirishyapmiz. Bo'ldi, no'g'iyib qaqshima. Men sana Tatariston qurib beraman. Tatarlarning to'kpisini anglab Nuri jim tura olmadi. Fatih aka rasa aytdi. Bizga madaniyat tugatgan mush tatarlar Yanzinshin davrida birmi fanniy maktab bo'lmagan. Xanzulaga sho'tang ichib bergan. Uyg'urlarda diniy maktablar bor edi. Musa Jarullah usuli jadidni bizga taratdi. Musa Bayevlar Qozon tatarlaridan nurg'un yaxshilik ko'rdi. Ularni akilib g'o'ljiga o'rinlashtirdi. Uning texnik, buxgalter va boshquruvchilari tatar edi. Mutaali xalpitim tatar mullida o'qib ilg'or etdilik bo'lgan. Hatto Turpandan maxsus muhitimi Moskvaga berib, Habibulla apandi, Gulandam Obistay, Ali Ibrohim, Isomiddin apandi qatorliq 6 nafar muallimni o'z xarajati bilan akilib, o'z yenidan oylik berib, maktab ichib bergan. Ular nurg'un Uyg'ur bolalarga ilm-fan o'rgatgan. Yolg'iz bizning Qoshqili No'g'aylar kelmabdi-kanda, shuning uchun qoshliq desa xalqlar teliqib kuladi. Aynak deganni ko'rmagan qoshliq xotiniga eri shahardan aynak chiqsa, aynakdan o'zi ko'rib to'qol ochiqsan deb eri bilan so'qishgan. Shamda cho'ki deb yap bo'lgan, sarangini qizilbosh deb qo'yib qo'ygan qoshliq. Murdini ko'mgili aktivotganda oldidan to'shqan chiqib qolsa, murdini tashlab qo'yib to'shqan qo'g'ligan qoshliq. Bir qashqaliq qimog'a sutirib yetib, qoshliqning eshik oldida o'tirsa, xotini chiqib, "Hoy qashqaliq, bizning ishga qarzing bormidi?" debdi-kan. Qashqaliq bor edi debdi. Qancha desa qashqaliq bir qitim debdi. Xotin, "Voy beshini yeydigan, shuni qarz olgan bormi? Yur, men berib etay" deb qashqarliqni uyga kirib qarzni to'lib etibdi. Fatihning bu chaqchiqi G'anining yig'irig'i tegdi. "O'tka, jo'llaring yo'qmi? O'tirsango pixsiq No'g'ay" dedi u gapning temisini yutgan. Uyga birdilla kotlet, kavoblar kiradi. Botulkalar tishlandi. Odamlar birdamla o'ng'a yatdi. Yeyishdi, ichishdi, varqirashdi, kulishdi. Hatto og'zini buzib bir-birini tillashdi. Mehmondorchilikning shu kunlardagi eng yangi modasi qattiq mas bo'lish, yalang'och badan, yalang'och gap va yalang'och fikrlarning hammasida ifodasini topdi. Nuri ichmay turib edi, G'ani og'iz ochdi. "Atidan boshlab sendan ayrilaman. Sen bu yerda apandichilik qilasan. Fatihning degani degan shu. Rasmo Fatih. Ha, anlagansan, u ha dedi. Hamid bilan birga tursan, atili birga bor, muallim bo'l. $30 oylik olsan, tamoqing, yotqin beka. Ishcha omda nozingni qo'yib." Nuri ishdi, yedi, mas bo'ldi. U Qosh daryosidan uzib o'taman deb turib oldi. U boshqalar to'sdim unimadi. G'ani shapaloq bilan birini qo'yib edi, daryo bo'yidagi tol ostida o'ngda yotdi. Shu yotqinicha uyg'onmadi. U atsi sim karvatda uyg'ondi. Uyda partuq tortgan Guhariga appay uy yig'ishtirib o'tadi. U "Akşam Asiya kelib boshlaringni siladi, uyg'onmadim" dedi.
Asiye? Qaysi Asiye? Sabixaning otasimi? U hozir nerede? Nuri karvatdan pomzakdek sakrab tushdi. Sen texi bilmemsen, Asiye hazır Türk mahallede, kızı Periha Sar mahallede. Sabiha-chu! O kızı Ürümchida yo'qolib ketibdi. Nima? Nuri xuddi tuyuqsiz kaltak yegandek cho'chib ketdi. U qaytilab yana so'radi. Yo'qolib ketibdi dedingizmi? Ha, tuyuqsizlar. Osh qizining dardida Asiya oppoq bosh mo'may bo'lib qopti. Yo'qolib degan so'zning ma'nosi Nuriga ayon. Nizarxon G'o'janiyaz hojim Maqsud muhiti va shuningga o'xshash o'z xalq uchun jon beda bo'lganlardan noyda nurg'un odamlar yo'qolib ketdi. Shinsayning qilgan ish ikki. Biri ma'arif, fan texnika, sanoat va madaniyatga o'xshash yangiliklar, yana biri turma. Turma kirganlar eng yaramliq odamlar. Yo'qolib ketganlar xalqning dardiga darmon bo'ladigan qaysarlar. Kimdi-kim kichikini tilga elinsa, ko'zga ko'rinsa, u darhol yo'qolib ketadi. 3 yilning oldidan Shinsay Moskvani maxfiy ziyorat qilib, Stalin bilan ko'rishgan. U xalqqa baxt yoritaman deb qasam ichib, Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasiga a'zo bo'lgan. Jobin nazir bilan birga kelgan Hiliqi Xanzu kommunist bu ishlarni so'zlaganda Nuri anglagan. Hatto Shingdobanning partiya a'zolik kenishki nomeri 185-911 ekanligini yodiga elib olgan. U Jobin nazirining deyishicha Sovet Ittifoqini Stalinni aldab o'zining bir jallod ekanligini o'sha nomer bilan yo'shirgan. Uning Xinjiangdagi hamma millatning eng esil o'g'il qizlarini o'ltirmagan bir kuni yo'q. U har kuni hamma joyda odam o'ltiradi. Har yili o'tir hisob bilan 10 mingdan ko'p odamni o'ltiradi. Biriga gumonchisilar uning qonliqtig'i yetib boradi. Uning xohishi boshqalarning hayot kechirish yoki yo'qolishining o'lchami. Degan yerdan chiqqanlar hayot kechiradi. Chiqmaganlar yoki chiqalmaganlar yo'qoladi. Uning aldash, qaymoqtirish, bexutlashtirish usuli to'limi qattiq. Neçinin askari bor azimatmi, Sabihadek og'izdan onasining temib turadigan bechara go'daklarmi uning uchun o'xshash. Ularni aldab, maqtab xush qila oladi. Xohlagan chig'ida o'ltira oladi. Nurining asabiylik kesili yana tutdi. Tishlari g'uchirlab, ko'zlari chakchib, qo'llari titrab, yerni tepib varqirg'usi, yig'lig'usi, birni tillig'usi keldi. U uydan chiqib, daryo tarafga qarab yugurdi. Daryo uning g'azbiga moslashib, shiddat bilan mavj urib, tez to'lqinlab oqmoqda. Qosh daryosi boturlikning, poklikning simvoli. U qancha cho'qilardan, qorlardan erib chiqqan suv. U qanchilgan inson oyog'i bosmagan jiralardan sirg'ib chiqib, qo'shilib, cho'miyib, bo'q qarg'aylarni, tih qadaygan qo'ram tashlarni, takabbur quyuq to'qayliqlarni hayron qoldirib, tashdan tashqa, g'o'dun g'o'lga sakrab o'tib, boturlik bilan cho'ngaygan tog' suyi. Shuna u boturlikning simvoli. U o'tmagan to'siq yo'q. U kayniga yongan emas. U qiyinchilik oldida shumshaygan emas. U bir tangdishi yo'q qahramon. U eng esil gullarning hidi, eng shifoliq moddalarning ta'mi, eng pokiz durdona tomchilarning yig'indisi. Shuna uni ichsang tening yayraydi, jining ruhlanadi, vujuding cheksiz rohatlanadi. U tog' havosidek, buvoqning qalbidek saf pokiz. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.